Bilasiz, men bu fikrga hech qachon qo'shilmaganman. Meni muxlislarim meni yaratayotgan musiqalarimni qabul qilyapti. Значит, ularni saviyasi meni saviyam qanaqa darajada bo'lsa, ya'ni baholamayman saviyamni, o'rtadir, pastdir, yuqoriroqdir. Shunaqa. Ya'ni meni konsertimga birov pul to'lab kelsa, endi bilasizmi, birinchidan o'sha gapirayotgan san'atkorlar o'ziga savol berish kerak. Men o'zi haqiqatan bu eshik egasimanmi? Bu kasbmi? Tushunasizmi? Azgina vijdon kerak. Men ham eshitaman. O'zbekcha ashlaytinglar, faqat yevropeyskiy aytsanglar bu bo'lmaydi deb gaplashib qolsa, endi xalq eshitmayapti-da o'zbekchani. Значит, sen qoniqtira olmayapsan uni. To'g'rimi? Masalan, sen qoniqtirmaganingdan keyin u значит tushunmagan tilida ham sanikidan zo'rroq musiqa borligi uchun uni eshityapti. Ya'ni musiqada til bo'lmaydi. Shuning uchun hech qachon bunga xalq aybdor bo'lmaydi. Biz aybdor bo'lamiz. Bizlarni san'atkorlar qoniqtirmagandan keyin xalq majbur bo'ladi. Uni o'zi bilmagan holda, ya'ni ruhiyati majbur bo'ladiki, zamonaviyroq, sifatliroq, chiroyliroq, qiziqarliroq musiqa eshitishga. U noto'g'ri narsa-da, masalan. Yo'q, xalq eshitmayapti, shunaqa qilamiz. Xo'p, hozir qilayotganingni eshitishini qayerdan bilasan?